Biz ham de shu mazmun o'rlashtirishni qisqa qilib bir tushunishni o'tlayman. Odatda siz bevos yozsangiz to'rbatdan keyin sol tarafiga chiqadi. Mazmun sol tarafdan boshlanadi. Buni o'ng tarafga to'g'rilash uchun yana ayrim bir programma yozish to'g'ri keldi. Bu yerda yezishninki o'ng, so'l, o'rta ham ikki yo'l o'xshash to'g'riladigan yezishning o'rni, masalan, mana bizlarga ishlab baqqan mana bu boshqacha, lekin so'l to'g'rilash, o'rta to'g'rilash, o'ng to'g'rilash, ikki yo'l to'g'rilash shunaqa. Lekin bu esa mashqqa o'xshamaydi. Soldan boshlash, o'ngdan boshlash. Hamda biz shu bilakni bir tunish chiqaylik, ha? Bu yerga qaraydigan bo'lsanglar, bir P boshlandi, bu aniq nima DIR, ya'ni yezishning yo'nalishi o'ngdan so'lga. Diğerinin qimati RTL, ya'ni right to left, ha? Aniq keyin bo'shliq, bu xatga oxirlash, bunga bo'shliq, oldin ya'ni yezishning o'rni o'ttirda bo'lsin, batni o'ttirda. Shunlar nima P degan xatga oxirlashtirmaydi? Ana font degan boshlandi. Font degan xatga olmaysizmi? Bevosita mushiqitingiz o'tirib chiqib o'ngdan boshlanadi. Lekin font degan xatga boshlandi. Buning chekma kichik xat olsa face, ya'ni xatningki shakli alkat basni tom. Buning keyingisi style degan xat kishniki qiymati, ya'ni font size, ya'ni xatning cho'nlig'i 20 pt, ha? Ya'ni 20 nomer cho'nliqda. Color, ya'ni xatning rangi 2 tal F 4 tal 0 ga qip-qizil. Tushundingizmi? Undan so'ng mushbat yezib baqamdoq. Xo'sh. Hozir men quruq qilman hozir. Bayatman tozalashga muhabbatni. Bu yerga asonga maqin yozoldim-ku. Buni boson qildim. Buni saqlagandan keyin maqin chiqdi mayaga. Xo'sh. Andan keyin bu yerga buni ochib kechib oldim. P bo'shliq DIR, ya'ni yo'nalishda RTL, ya'ni o'ngdan so'lga. Uning keyingisi ya'ni bo'shliq Mashina bir yezib turibdi, bir bosqich ma'lum. Bu vaqtda maqat butunlay may o'tadi. Tushundingizmi? Endi maqatni o'tirib to'g'rilay, ha, bu yerga. Center. O'tirib chiqdimi? Xo'sh. Endi biz yana shu xatni o'zini chiroq chiqmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz degan vaqtda font degan xat kuchni ishlatamiz. Yana nima ekan? Font bo'shliq xatning shakli faizdan al-katib basma tom. Yana bo'shliq ana bo'lsin-a. Ma font degan xat kuchi, ma P degan xat kuchni ishlatadi-ku. Shunday bo'lgandan keyin buni P degan xat kuchni ichida oxirlashtiramiz. Tushundingizmi? Bo'ldimi bu? Xo'sh. Endi bu xatni cho'ng qildi, ha? Mana ekan. Yo'q. Size bo'ldi. Tan, buning ichiga font size qo'shib 25 pt. Qo'shib yetadi. Shuna bu xizmat oxirlashdi. Bo'ldimi bu? Endi xatlarni qip-qiziq boqila. Mana keniga. Color tan qulfalsi FF 0000. Buni saqlab o'tdik. Bo'ldimi? Men yerimni qizil, yerim ko'k qilib boqilma. Buning uchun maqsad uchun ana bo'lsin, maqsadni men saqlab oldim. Men chiqdimi bu? Xo'sh. Ma fontni men. Men font demiz qo'y. Font bo'shliq. Color tan
Manki font demeyi arkadaşlar. Ma font manınki. Ma font manınki. Tushundingiz mi? Bo'ldimi bu? Mushtalatda ishlasak bo'ladi. Tushundingizmi? Endi araqasini bo'shsa kamligini qildi, ha? O'timi ya. Shuni mazmun bu tugida. Endi keyingisi. Ma tuzsiz ostiga bu yerga mazmun yozamiz. Masalan, bu yerda mazmun ne? Ben talep aldım. Köşedim. Ondan keyin asal çeçek boş koyup neye çalıp ya asan perxan bo'lish uchun. Ben bunu qayg'urmasam, bu soldan başdan shunday qo'y. Ma o'ng taraf cho'moq shunday qo'y. Ben bunun o'zini men bir pinch yeb qo'yay. Mayaga. T boshliq diğer sınıftan artı L. Fotoğrafı diğerin bu yerga vermeyin. Her kadar yoksa yazsam diğer bir oluşun acısı yok. Buluş için kana kılıman bunu ben ma diğer 300 me. Hani buldu mu? Buldu de. Ma HTML'a yazma. Boşluk diğer tan artı L. Hani bir açıkladım ayı. Ma asıl mezmundan ketdi. Bunun bu mezmun olsa mana demo bu iş ketdi. Ya man yapmadım man şu an. Hem çıktı ma bu 5 o'xshash og'ir cho'moq. Ana bu xat nusxasi ne? Font boshliq Face'dan El-Katib basma tum. Mana bo'lsin. Ananiki yana. Bu o'ringa font oqlashtirman yenilayim ba. P. Ana xat chiqdimi? Xatni sal cho'nroq qilib qo'yma. Sal cho'nroq qo'y. Nega? Style degan o'zi uslub degan kuninglar pagan qo'y. Aa, 25 eksi. Style'dan size ma qiymat mana ishlamay qoldi, ha? Ama ustinki qiymat mana o'xshashdi mana bu. Font size font yana unutmayga. Ba'zi idim chaqirgan vaqtda kontak bitiyorsun. Ne buldu mu? Buldu. Ama 5'in ahırısı o'xshash mı var? Ya, o'xshash emas. Ma 5'in ahırısını o'xshash qilmoqchi biz hozir. Masalan, ma Word'ni ochdim. Bayatma mazmunni fojiq ko'chirib olgan. Men chaplay. Chiqdi ku? Buni men hammasini tanlab buni men hammasini tanlab yezini o'ngdan va yez ishga o'xshash to'g'rilansin. Xat nusxasi El-Katibniki xat nusxasi bo'lsin. Ma 5'in ahırı o'xshash chiqdimi bu? Lekin cho'qima to'rbatimi? Ma 5'in ahırisi o'xshash chiqishi kerak, ha? Mana ahırisi cho'moq chiqib olmay. Buning uchun fontni sirtiga yozsam bo'ldimi yerga? Fontni ichiga yozsam bo'ldi. Tırnak açtık ey boşluk. Alicin tan jasri. Endi buni biz majasirga hikmat, ha?
ikki ham o'sha to'g'rilaydi mana. Tushundingizmi? Bunimizni biz hamda oxirlashimiz mayli. O. Tushundingizmi? Bayda o'yla boshlangan buni. Ma bo'ldimi? Bo'lmadi. Bunun sebebi yazık lekin bu ko'rmagan bo'lsa men ma ayirni kesilib ma font ustiga chalib beray. Agar yana chiqmas qolsa piyam shudaya ushloq senterni yes baqli. O'tir chiqdimi? Navza senter o'rniga manshat to'q. Hani 5 oxir o'xshash chiqdimi va? Mana ikkisin bo'ldi, ha? Albatta nurun to'rbachilar shu Josif degan qimmatni bilmadan to'rbachi berishdik. Tushunalmi? Xo'sh. Unda bo'lsa mush boyadiq mazmunlar, mush mazmunlarni batn o'rnash jarayonlarini buni o'rtaroq ko'ringlar, ha?